Avtokredit arzonlashishi mumkin. Aholining mahalliy avtomobillarga talabini oshirish maqsadida avtokredit stavkasini pasaytirish va kredit hajmini kengaytirish choralarini ko'rish topshirildi. Yurtimizda 4 ta yirik zavod yiliga 650 mingta avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Joriy yilda ishlab chiqarishni 510 mingtaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Yana bir muhim yo'nalish mahalliylashtirish. 300 dan ortiq korxona bilan hamkorlikda 763 turdagi yangi detal ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Qishloq xo'jaligida esa talab yuqori. Agar Chirchiqdagi klaster to'liq quvvatda ishlab, texnikalarni arzon narxda taklif etsa va lizing shartlari yengillashtirilsa, fermerlar yiliga kamida 15 mingta agrotexnika sotib olishga tayyor. Mutasaddilarga joriy yilgi ishlab chiqarish dasturini qayta ko'rib chiqib, sohada 10,5% o'sishni ta'minlash vazifasi yuklatildi. Bu haqida Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tayotgan tarmoq va hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qilindi.